Qayerda yashaysiz siz? Qo'llaringizdan qavarib ketibdi. Nima ish qilasiz? Mana shuni terib yurib ish qilyapmiz. Uyda farzandlar bormi? Endi ikkita o'g'lim bilan nevaram invalid. Shuni terib tirikchilik qilib, xo'jayinim o'tda yuribman endi bolalarni boqib. Yoshingiz nechiga kirdi, bola? Ha? Yoshingiz nechida? 70 ga. Mashalloh, hammamizga nasib qilsa shuni Endi yoshlar. nima qilay? Bolalar mayda bo'lsa, uylash kerak ularni. Va maktabga istivosh qilish kerak, boshqa qilish kerak. Mana qo'llarim qorayib ketdi. Mana hozir borib oyoq qo'lni yuvamiz. Aha. Bolalarni istivosh nimasi bor, ovqat deganday. Bola, men sizga ozgina ehson beraman hozir, xo'p? Tani joningizni Xudo sog' qilsin, Amin. omadlaring bersin. Xudoni yo'liga berganingiz Xudoga yoqsin. Nima niyat qilganingiz niyatingizga yeting. Ayol 70 yoshda ham farzandlarim oilam deb harakat qilyapti. Nima deymiz? Men bunaqa insonlarga achinamanki, farzandlar o'z burchini bajarmaganidan so'ng mana shunaqa holatda yoshi katta otaxon, onaxonlarimiz tirikchilik qilish uchun, farzandlarini boqish uchun yurganlarida ko'zimga yosh keladi. Bularga oson emas. Azizlar, mana shu videolarni 5lab, 10lab insonlarga jo'nating. Oz bo'lsa-da namuna bo'lsin boshqalarga. Alloh barchalardan rozi bo'lsin.